Bütün dünyada internet uçqandaq taraqqiy qilayotgan bugungi kunda jamiyatdagi har soha, har kasblar kompyuter va tordan iborat bu uchur quroldan unumli foydalanib, uni turmush, xizmat va fan tadqiqot ishlari uchun xizmat qildirmoqda. Diyarim fan texnika cheklanish shirkati rayon alohidaligi va xosligi bilan uchur ehtiyojimiz uchun mulozimat qilayotgan shirkatlarning biri. Diyarim tor bekiti 2003-yili 2-oyning 23-kuni qurilgan bo'lib, Abdun rayonimizda Uyg'ur yezig'ida tunji bo'lib qurilgan tor bekatlarining biri. Diyarim tor bekiti yangi qurilgan mezgillarda faqat bir ovozli choyxona va bir qancha tarmoq sahifasida bo'lgan oddiygina tor pat edi. Diyarimni ziyorat qiladigan tor abonentlarining va qo'llovchilarning uzluksiz ko'payishiga ergishib, Diyarim tori kunsiri mukammallashdi va taraqqiy qildi. Hozir Diyarim tor bekatining kundalik ziyorat qaytim soni 300 ming odam qaytimga yetib, Uyg'ur tor bekatlari ichidagi ziyorat soni va ko'rurmanlari eng ko'p, amaliy va ijtimoiy ta'sir kuchi eng zo'r torbat bo'lib qoldi. Diyarim tor bekati qurilgan 5 yillik musofasida izdenish va tirishish orqali Jungo internet uchur markazi bilan dunyoga dangliq Google tor bekati birlikda uyushtirgan Jungodagi ta'sir kuchi eng zo'r 300 tor bekatini tanlash faoliyatida Abdun rayonimizdagi Asonliq millat yezig'idagi tor bekatlari ichida bu sharafga erishgan birdan-bir tor bekati bo'lib tanlandi. Diyarim shirkati asosligi tor mulozimat kasblarini asos qilgan shirkat bo'lib, undan boshqa yana shu telegraf shirkatlari bilan birlashib qisqacho'r rangli qo'ng'iroq, undan boshqa shu telefonlarga muzinklik qo'ng'iroq tushirish mulozimatlardan shug'ullandi. Undan boshqa shu Urumchi shahri ichidagi shu rayonimizdagi shirkatlarning tor bekatini yasash, tor mulozimat kasblari degandek mulozimatlar bilan shug'ullanadi. Diyarim tori o'zining kunsiri zo'rayishi va ta'sir kuchining eshib berishiga ergishib, tor muhitini yaxshilash, xalqimizning tor ziyoratiga texnik qulayliklarni yaratib berish va Uyg'ur internet ishlariga amaliy kuch qo'shish maqsadida 2007-yili 4-oyning 23-kuni rasmiy qonunli shirkat bo'lib qurilib, Xinjiang Diyarim fan texnika cheklash shirkatining viveskasini asdi. Navbatda Diyarim fan texnika cheklash shirkati Abdun rayonimizda muntazam ham kasblashgan shirkat ambiyasini o'zlashtirish yo'lida tirishayotgan, utuqliq qadamlarini besayotgan shirkatlarimizning biri bo'lib qoldi. Diyarim shirkatimiz hozir rasmiy qonunli holda tor mulozimati bilan shug'ullanish ijozatiga erishgan bo'lib, biz hozir kunda Diyarim shirkatida nurg'ulg'an xodimlar maxsus shu tor uchur kirgizilish bilan kishilarga har xil uchurlarni ta'minlash bilan mashg'ul bo'ladi, shug'ullandi. Diyarim tor bekatiga yo'llangan mazmunlar hammasi davlatning qonun siyosat farmonlariga uyg'un bo'lgan, mazmun sog'lom bo'lgan, mayli o'smirlar ko'rsin, mayli o'quvchi bolalar ko'rsin, ularning idisiga boshqacha yomon xarakterdagi mazmunlar bo'lmaydi-da, torda asosan hammasi yaxshi, sog'lom mazmundagi asarlar to'g'ri yo'llandi.